Biz unchalik ham vatanparvar emas ekanmiz. Buni sayohatim davomida ko'rdim. Nurli karvon loyihasini boshlagan paytlarimda bozor bo'm-bo'sh edi. Mana shu aynan men qilayotgan yo'nalish bozori bo'm-bo'sh edi va bu narsani karantin paytlarida 2019-20 yillarida yo'lga qo'yish haqida o'ylashni boshlaganman. Oradan mana 5 yil, 4-5 yil vaqt o'tgan bo'lsa ham bu bozor egallanmasdan oldin tezroq qilishim kerak, bu yo'nalish egallanmasdan oldin deb o'yladim. Bahorda qilaman dedim. Kuz keldi, kuzda qilaman dedim. Bahor keldi. Shunaqa ancha vaqt o'tib ketdi. Oxirgi paytlarda bo'shaganim uchun avvalgida ishim ko'p emas. Bu loyihaga qo'l urdim. Juda ko'p loyihalarga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, u loyihalar na bu dunyoga, na oxiratga naf keltiradi. Men bu bilan meni narsam oxiratga ham, bu dunyoga ham naf keltiradi demoqchi emasman, lekin ba'zi loyihalar bor, tadbirkorlar tomonidan qo'llab-quvvatlaniladi, lekin u asosan o'sha vaqtingiz uchun yoki umuman mana shu yurtdagi millatni yoshlarini buzilib ketishiga ham balki ta'sir qiladigan holatlar. Shuning uchun bu hammani ishi o'zini kimga reklama beradi, kimni qo'llab-quvvatlaydi, lekin aynan mana shu meni yo'nalishimga o'xshagan loyihalarni qo'llab-quvvatlantirilsa juda ham yaxshi bo'lardi. Bu loyihani o'ylagan paytlarimda hech qilib birov egallab qo'ymasin deb o'ylardim, lekin shu vaqtgacha egallanmaganini endi tushunib yetyapman, chunki bu yo'nalish unchalik daromadli emas, xarajati ko'p, qo'llab-quvvatlanish juda ham kam bo'ladi. Shuning uchun mana shu narsani bilgan bo'lsa kerak boshqa blogerlar aynan meni yo'nalishimda hech qachon hech kim qilmagan. O'ylaymanki mendan keyin ham qilmaydi, chunki buni yurib turishi oson emas, xarajati juda ham katta va keladigan daromadi deyarli nolga teng. Va bu narsada loyiha oxiriga yetmay qolmasdan tashlab ketilgandan ko'ra sizlarga bir murojaat qilishga qaror qildim. Balki kimnidir qo'llab-quvvatlash bilan, kimlarni qo'llab-quvvatlash bilan mana shu loyiha oxiriga yetsa juda ham yaxshi bo'lardi, chunki loyiha aytganimdek qisqa muddatli emas, 2-3 yillik loyiha. Bu loyihani ko'tarishdan maqsad hamma chet davlatlarni ko'rsatishga harakat qiladi. Va Parijni alishmas bilan bedopo yanga deb she'rni aytamizda o'zimiz Parij haqida orzu qilib o'tiramiz. O'zbekistondagi hali ochilmagan tarixlarni, ko'rsatilmagan hududlarni, qishloqlarni, hunarmandlarni, dehqon, chorvador, bog'bonlarni, umuman O'zbekistonni hali ko'rsatilmagan joylarini, hududlarini, balki chiroyli maskanlarini ko'rsataman deb, yoritaman deb niyat qilganman va bu narsaga qo'l urganman. Taxminim bo'yicha bu paytlarda o'sha 50-60 mingta obunachi bo'lgandan keyin menda reklama bo'lishligi kerak edi. YouTube'da ham salkam 30 mingta obunachi bo'ldi. O'rtacha video ham 200 mingta, 250 mingta ko'rilyapti. Yarim milliondan oshiq ko'rilgan videolarim ham bor. Instagramda 130 mingdan oshdik, Facebookda salkam 40 ming bo'ldik va millionlab ko'rilgan videolarim bor. Lekin haligacha reklama yo'qligi meni hayron qoldiryapti. Taxminim bo'yicha bu paytlarda homiylar bo'lish kerak edi, reklama bo'lish kerak edi. Chunki bu loyiha faqat o'zim uchun emas. Bu loyiha butun O'zbekistonni xalqi uchun, ayniqsa chekka hududlardagi, hozir shaharlarimizda ham yashash unchalik oson emas paytda chekka hududlarni yaxshi ko'radigan, asosan aksar xalqimiz chekka hududlardan shaharlarga ko'chib borgani uchun eng kamida otasi yo bobosi qishloqlarga muhabbati boshqacha, tumanlarga muhabbati boshqacha va bu narsada menga qo'llab-quvvatlaydigan odam bo'ladi, homiy bo'ladi, reklama beruvchi bo'ladi degan taxmin bilan bu loyihani qo'lga urgandim. Oradan mana ancha vaqt o'tdi, salkam 1 yil bo'lyapti, lekin haligacha reklama yo'qligi meni ta'jubga solyapti va bu narsadan o'zim bilyapman. Xalqimiz unchalik patriot emas ekan, unchalik vatanparvar emas ekan. Chunki agar vatanparvar xalqimiz, tadbirkorlarimiz, ayniqsa ishlab chiqaruvchi, xizmat ko'rsatuvchilar, o'sha qadriyatlar haqida bong uradiganlar reklamalarini menga o'xshagan odamlarga yoki umuman xalqsevar blogerlarga berganda balki yana ham rivojlangan bo'lishimiz mumkin edi. Men taxminim bo'yicha bu paytlarda homiylar bo'lish kerak edi va yonimga ssenarist, operator, montajyor olishim kerak edi. Hozir hamma ishda o'zimman. Professionalroq, yaxshiroq, chiroyliroq yoritishga
niyatim bor edi. Afsuski bu narsa amalga oshmayapti haligacha va videolarim oddiy jaydari bo'lib qolyapti. Ba'zi momentlar bor, ba'zi holatlar bor, ularni boshqacha professional darajada ko'rsatishga harakat qilish kerak. Afsuski bu narsada hozir moddiy tarafda imkoniyat yo'qligi uchun har bir hududda o'zim yurib, o'zim video olib va o'zim internetga joylashga to'g'ri kelyapti. Chet elniki desa yotib olib yalashga odatlanib qolgan xalqmiz. To'g'ri, chet davlatdagi manzaralarni, go'zalliklarni ko'rish boshqacha insonga hissiyot beradi, taassurot uyg'otadi, lekin avval o'zimizdan ko'rish, avval o'zimizdan boshlash menimcha to'g'ri bo'lardi va shu narsani bilgan holda o'zim mana shu o'zimizning hududlardan boshladim. Xo'p qizim, agar qaysidir chet davlatga mana shu mashinamda karvonim bilan boraman deb taxminan 20 kun o'zi oshib ketsa, bir oy bong uradigan bo'lsam, qanchadir, misol 1 million obunachi bo'lsa, 500 ming obunachi bo'lsa, falon joyga yo'lga chiqaman deb vahima qiladigan bo'lsam, aniq edi, reklamadatellar chiqardi, homiylar chiqardi, bordi keldini qoplaydigan, umuman yordam beradigan odamlar chiqqan bo'lishi aniq edi. Lekin men unday qilmadimda, faqat O'zbekistonning hududlarini taxminan 2-3 yilga rejalashtirib, O'zbekiston hududlarini yoritishga harakat qildim. Va o'ylaymanki, shu vaqtgacha O'zbekistonning juda ham ko'p joylarini yoritdim. Ko'pchilik bunaqa bo'ladi, bunchalik ma'lumot bor deb o'ylamagan joylarni yoritdim. Ba'zi tumanlarga borganda hududdagi odamlar bilan tanishaman yoki internetda gaplashaman. Bizni hududga ham kelibsiz degan narsani aytadi. Bizda deydi, bizni tumanda unchalik ko'p narsa yo'q deydi. Oradan 10 kun, 20 kun o'tgandan keyin o'sha joyda ko'p narsani yoritishga harakat qilgandan keyin va o'zimizni mana shu hududimizda ham, tumanimizda shuncha narsa bor ekan deb hayron qoladi, xursand bo'ladi. Agarda men o'ylab turibman oxiriyat va bu narsadan qo'rqib turibman, agarda oxirgi paytlarda bu loyihani qo'llab-quvvatlashga homiy, umuman reklamadatel chiqmaydigan bo'lsa, qo'rqqan tarafim boshqa ko'p blogerlarimiz qatori reklamaga o'tib ketib qolish ehtimoli ham bor. Chunki hammada tirikchilik bor, xarajat bor. Misol, aynan meni o'rinimdagi blogerlar kunda 2-3 tadan $50, $100 reklama uradi. Uni yaxshi bilasizlar o'zingizlar. Men bu narsani xohlamagan bo'lardim, chunki O'zbekistonni chiroyli qilib yoritib, insonlarga qandaydir nima deydi, xursandchilik ulashib, ayniqsa Muborak tumanidagi Xursanoy momoni videosini olganimizdan keyin Zamonga chiqishim kerak degan narsani aytgan va Zamon televideniyasidan kelib ona bilan suhbat qilgan. Bir joyda Xatirchi tumanida juda ham tog'li hududda, uzoq hududda svet yo'q, asfalt yo'q, umuman hech narsa yo'q joyda kichkina maktabchasi bor ekan. O'shaqa maktabchasi bor ekan, homiylar tarafdan qursak yaxshi bo'ladi deb video qilganimizdan keyin u joyda kattagina maktab qurilishiga start berildi. Umuman xalqimizda shunaqa ma'lumotlarni yoritishga harakat qilganim yaxshiroq edi o'zim uchun, lekin boshqa blogerlarni ham to'g'ri tushunaman. Chunki ularda ham farzandlari bor, oilasi bor, xarajati bor, yurish-turishi bor. Iloji yo'q reklama bilan tirikchilik qiladi. Va men ham shu reklama yo'liga o'tib ketib qolish ehtimolim ham yo'q emas. Va bu narsadan o'zimni to'g'rimizlab turishga harakat qilaman baribir, chunki meni yo'nalishim umuman boshqa. Faqat bu narsada ozgina o'zimizni o'sha qadriyatlar haqida gapiradigan, milliyligimiz, o'zimizning g'oyalarimiz haqida gapiradigan tadbirkorlarimiz biroz e'tibor bersa yaxshi bo'lardi, chunki o'zingizlar yaxshi bilasizlar, har bir narsa xarajat turadi. Yurgan saringiz mashinani rasxoti chiqadi. Ungacha bo'lgan yoqilg'ilarning xarajati, yeb ichish, turishlarda xarajati, bo'lam qish kelyapti, qishdagi xarajatlar. Bu narsalar ba'zi hollarda men aynan mana shu holatimda yurishimga ba'zan to'siq bo'layotgandek bo'ladi. Imkon qadar yurishga harakat qilyapman, chunki atrofimda tanishlarim bor, yo'q emas. Undan qarz oldim, bundan qarz oldim, bundan qarz oldim. Lekin haligacha reklama homiylar chiqmagani juda ham achinarli. Bu loyiha aytganimdek faqat o'zim uchun emas, xalqimiz uchun. Qaysidir tumanni, shaharchani yoki qishloqni bugun ko'rsatayotgan holatim 50-100 yildan keyin umuman boshqacha bo'lish ehtimoli yo'q emas. Va ba'zi qishloqlarga, ba'zi tumanlarga yoki ba'zi hududlarga boradigan bo'lsam, aynan borgan joyimizning tarixi har xil chiqadi. Hammada har xil chiqadi va optimal variantni tanlab turib, misol 3 xil, 4 xil yo'nalishda aytadiganlar bor. Haqiqatga yaqinrog'ini aytib turib, buni muhrlayapmiz tasvirlarimizda, videolarimizda va bu narsa kelajakda umuman o'sha hudud haqida unutib yuborishi mumkin bo'lgan yoshlar uchun bu aniq ma'lumot bo'lib saqlanib qolgan bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun agar kimlardir homiylikka o'tadigan bo'lsa, yordam beradigan bo'lsa, bu loyihani oxirigacha yetib borishga,
taxminan yana 2-2,5 yil atrofida yuraman, chunki bu O'zbekistonning qishloqlari juda ham ko'p. Har bir tumanda taxminan 10 kundan 20 kungacha vaqt sarflayapman. Va bu degani bitta viloyatda 4-5 oydan vaqt ketadi degani. Hozir Qashqadaryo viloyatidaman. Qashqadaryo men taxminim bo'yicha 4 yoki 5 oydan kam bo'lmaydi. Videoga e'tibor berasizlar, videoga like bosasizlar. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, fikringlar bo'lsa, izohda yozib qo'yasizlar. Iloji boricha aynan mana shu videoga negativ emas, bir chiroyliroq bir fikr bildirsanglar yaxshi bo'lardi, chunki aynan mana shu loyiha aynan o'zim uchun boshlangan loyihalardan emas. Millat uchun, O'zbekistonda xalqi uchun, umuman O'zbekistonda ko'p millatli insonlar uchun yo'lga qo'yilgan loyihalardan bittasi.